Assalomu alaykum. Qo'y bozor kanalimiz ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva mana endi Qo'chqor sog'liq ishqibozlar. Akalar, hafta kuniga juma hammamizga xayrli bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyat, Namangan tuman o'sha arzonchilar va optimchilar qishlog'idamiz. Xudo xolasa akalar, bu kanal rasmiy o'zimning kanalim. Sizlarga qo'yga qanday pardoz berishni o'rgatmoqchiman akalar. Mana bu qaychimiz. Mana bu tarafda taralari. Mana qo'y junni mana. Mana bunday pardoz beriladi akalar mana. Ko'ryapsizlar, tekis chiqyapti qo'y. Ham desa sifatli bo'lib ochiladi ham. Yani kanalimizda Xudo xolasa yaqinda ochdik, endi Xudo xolasa sekin qo'llab-quvvatlab tursalaring kuchaytirib olamiz sizlarga. Qanday qo'y boqish sirlari hammani Xudo xolasa video obzor qilib chiqarib beramiz akalar. Bu yog'ida o'sha bir 25 ta 30 taga yaqin qisir sog'liq bahyapmiz. Bular bu qo'radagilar hammasi bozordagi akalar. Bu yog'ida like bosib qo'llab-quvvatlab otangga rahmat deb yozib tursalaring. Bu yog'ida 80 ta qo'chqorimiz bor, xudo xolasa. Ularni ham qanday qo'y boqish sirlari video obzor qilib chiqarib beramiz akalar. Xudo xolasa like bosib otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab kanalni kuchaytirsa akalar, xudo xolasa nima deydi? Sizga ham, bizga ham yaxshi bo'ladi akalar. Kanalni kuchaytirsak, obuna bo'lib qo'ysalaring akalar. Birinchi videolarimiz sizlarga yetib boradi akalar mana. Qo'yjunni qanday olishadi, qanday unday sifatli qilib olishadi degan obunachilarimizga mana qo'y, mana olmay turingda. Mana qo'y qanday hunuk turibdi mana aytlar mana. Hop. Monda qilay olingandan keyin chiroyli olib, ko'ra sifatli olib mana. Chiroyli qoladi. Mana akalar, xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin akalar. Xudo xolasa narigi videoda uchrashguncha.